qilamiz. Buni yaxshi taraflaridan tashqarini shtikatuka qilinmaydi, suvoq qilinmaydi, travetting qilinmaydi. Bunday qilib aytganda, yozda salqin, qishda issiq uy quryapmiz. Xudo xolasa mana shu uylar -5 gradusgacha ham o't, pechkani, отопленияni ishlatish emas maqsad. O'ta sovuq bo'lganda shu parovoy toplipol sistemasini qilyapmiz. Shularni qo'shgan taqdirda ham buni uyimizni issiqligi 8 soatdan 24 soatgacha ushlab turish maqsad qilganman. Xudo xolasa bu uylarimiz shunaqa uylar bo'ladi. Hozirgi mana shu uyimizda ham yana bir qator ko'rsatib qo'yingda. Hozirgi qurayotgan ishlarimiz ham o'z qo'llarim bilan qurib, praktikadan o'tgan narsalarni hozir loyihalarni ustida shu quryapmiz. Bunga utepleniya qismiga penoplast ishlatgan bo'lsak, bunisiga bazalt ishlatamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mavzuyimiz O'zbekiston sharoitiga energiya tejamkor uy qurish bo'yicha mavzuyimiz bo'ladi. Shu hozirgi boshlagan loyihamiz, mana bitta kottejimiz bitta, ko'rsatib qo'ying. Hozir ikkinchisini boshladik. Bunga utepleniya qismiga penoplast ishlatgan bo'lsak, bunisiga bazalt ishlatamiz. 5 santimetrlik bu uyni shu venzazor qo'yib quramiz. Bu uyimiz juda ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Penoplastga negativ, pozitiv taraflari ham bor. Bu mavzu alohida tema. Penoplast bilan bazalit temasi, utepleniya qismi. Bunga отдельно xudo xolasa yaxshiroq video qilib chiqarishga harakat qilaman. Hozirgi bugungi mavzuyimiz asosiysi shu uy loyiha bo'yicha bo'ladi. G'ish, bunday qilib aytganda qisqacha tanishuv bo'ladi. Avvalambor o'zim ozgina tanishtirib o'tib ketsam, Rossiyada shu familiyamizga Sakstroy deb kompaniya ochganmiz. Hozirgi kunda Xudoga shukr, yiliga 40 ga yaqin kottejlar quramiz. O'zim mana shu 17 yildan beri shu Rossiyaga borib, shu noldan chiqqanman, praktikanman. Hozirgi qurayotgan ishlarimiz ham o'z qo'llarim bilan qurib, praktikadan o'tgan narsalarni hozir loyihalarni ustida shu quryapmiz. Shu O'zbekiston sharoitiga praktikadan o'tgan energiya tejamkor uylarni qurish maqsad. Shu O'zbekistonga hozir ish boshlaganimga ko'p bo'lgani yo'q. Maqsad mana shu joyda O'rta Osiyo bo'yicha shunaqa loyihalar, kompaktniy uylar qurish harakatidamiz. Hozirda Rossiyada akalarim bu ishlarni davom ettiryapti. To'g'ri, iqtisod, pul tarafdan Rossiyada uy qurgan bunday qilib aytganda manfaatli ekan. Lekin maqsad uyda eng kenjasi bo'lgan sababli O'zbekistonda shu probni qurib, mana shu yerda bunday qilib jaydaricha qilib aytganda biznesda yurishtirish. Hozirgi kunda ustachilikdan, prorablikdan o'tganmiz, lekin hozir O'zbekistonda yana ham shu noldan chiqishga to'g'ri kelyapti. Xudo xohlasa, zakazlar tushyapti. Juda ko'pini bunday qilib aytganda отказ qilishga to'g'ri kelyapti. Buni uyimizni sementasi hozir bittasi chiqdi. Buni korobka holatda qilaman. Nimaga desangiz, bu yerda yaxshi sifatli ustalarni topish jinday muammo bo'lyapti. Juda ko'p o'zingizlar tushunasizlar. Cena, narx-navo bo'yicha ham ustalarni ushlab turish ozgina muammo ekan. Tan narxini ko'tarmaslikka ham harakat qilyapman. Hozir mana shu uyimizni ham yeri bilan 36 ming dollar chiqarganman. Mana shu atrofdagi odamlar tushunmayapti, lekin YouTube'dagi ko'rayotgan, kuzatayotgan odamlar bu uyni qanaqa qurilayotganini juda yaxshi bilyapti, tushunishyapti. Juda ko'pchilikka narx muhim ekan, nimadan qurilgani muhim emas ekan. Lekin o'zim yo'limdan Xudo xolasa qolmayman. Nimaga desangiz, men uzoq yillar ishlash maqsad qilganman. Shuning uchun oz qolsa ham, tan narxi ozmi ko'pmi ko'tarilsa ham, qimmat bo'lsa ham sifatli uylar qurishga harakat qilyapman. Hozirgi mana shu uyimizga ham o'zingizlar ko'rib turibsizlar, abdusovishni g'ishimiz
Toshkentdan Ohangarondan olib kelyapmiz. Vodiyda juda ko'p g'ishtlar sho'rlaydi ekan. Shuning uchun mana shu g'ishtlardan foydalangan holda uylarni qurishga tushganmiz. Buni yaxshi taraflaridan tashqarini shtikatuka qilinmaydi, suvoq qilinmaydi, travettin qilinmaydi. Bunday qilib aytganda, yozda salqin, qishda issiq uy quryapmiz. Xudo xolasa mana shu uylar -5 gradusgacha ham o't, pechkani, отопленияni ishlatish emas maqsad. O'ta sovuq bo'lganda shu parovoy toplipol sistemasini qilyapmiz. Shularni qo'shgan taqdirda ham buni uyimizni issiqligi 8 soatdan 24 soatgacha ushlab turish maqsad qilganman. Xudo xolasa bu uylarimiz shunaqa uylar bo'ladi. Hozirgi mana shu uyimizda ham yana bir qator ko'rsatib qo'yinglar. Bu joyimizda gaz muammo, lekin yozda yonadi, bahorda. Qishda ko'mir o'tinga kotelni qo'yamiz. Faqat shunaqa sovuq kunlari shu o't yoqiladi toplipolga. Bir yoqilib isitib olgandan keyin issiqni o'zida ushlab turadi. Qolgan kunlari konditsionerdan foydalanyapmiz. Xudo xolasa quyosh panel qo'yapman. Yozda sovutishga ishlaydi, qishni kunida isitishga. Xudo xolasa bu uyni ham boshqa videolarimga o'tib ko'rishingiz mumkin, obzor qilganman. Shunday qilganmanki, konditsioner bu uyda yashayotganlarga ta'sir qilmaydi. Xonaning ichiga o'rnatilmagan, koridorga o'rnatilgan. Bir sovutib, bir isitib olsa, o'zini uyni issiq sovuqligini bir mo'tadil ushlab turaveradi. Bu penoplast ishlatganim sababli bu uyga ventilyatsiya sistemalariga alohida yondashganman. İşte uyning ichida vlaga bo'lmasligi uchun, dushna bo'lmasligi uchun insonni yashashiga, uxlashiga zarari yetmaydigan darajada 24 soat havo aylanish sistemasini yo'lga qo'yganman. Shu 17 yil stajdan kelib chiqqan holatda bu uyni shaxsan o'zim loyihalaganman. Arxitektorning ustida turib chizdirganman. Xo'p, konstruksiya taraflarida ham o'zimni brigadam bor, akalarim bilan maslahatlashgan holda ekonomichniy tarafdan shuni loyihalashtirganmiz. Nima desangiz, bu uyni 1,5 g'isht o'zi asli uriladi. Mana shu g'ishtda ko'p joylarda. Men mana shundan yarim g'ishtini men tashqariga chiqarib oldim. Shuni chiroyli-chiroylisidan terdirib, o'zimizni usta akalarga terdiryapman. Ichkarisi 1 g'isht bo'ladi. Bu uyimizda venzazor qilib 2 sm qilib uramiz. Bu utepleniya mavzusi juda keng bo'lgani uchun juda ko'p samniylarga, muhokamaga sabab bo'ladi. Narigi uyimizda venzazor qo'yilmagan. Bu uyimizda venzazor qo'yamiz. U uyga penoplastga venzazor qo'ymaganimiz sababi unga penoplast ishlatilgan. Penoplast o'zingizlar bilasizlar, o'zi asli u yonmaydi, eriydi. Lekin temperatura baland joyda shu yonishi kuchli bo'ladi. Lekin olov past joyda u erish xususiyatiga ega. Agar venzazor qo'yilsa, qo'qis pajar bo'ladigan bo'lsa, bu yonishga olib keladi. Shuning uchun bizda Rossiyada texnozorlardan o'tmagan venzazor qilinishi, bu ham plus minus taraflari bor. Bazaltda ham plus minus taraflari bor. Bazalitda tabiiy bo'lgani bilan yillar o'tish davomida agar plotnisi past bo'lsa, cho'kishi ehtimoli bor. Ana shu joydan keyinchalik devoringizdan mostik holida bo'lishi mumkin. Penoplastga keladigan bo'lsak, bu narsa unaqasi yo'q. Bu penoplastda ko'pchilik aytayapti, issiq sovuqda qanaqa bo'ladi, sichqonga qanaqa bo'ladi deb. Sichqon umuman kirmaydigan darajada urilgan. Buni boshqa videolarda ham juda ko'p marotaba aytib o'tib ketdim. Penoplastning qulaylik taraflari O'zbekiston sharoitiga kolonna, seysmopoyez qilganda beton quysa, suv tegsa ham hech narsa bo'lmaydi. Issiqlik ushlash xususiyatini yo'qotmaydi. Hozir bu uyga bazalit ishlatamiz, utepleniya. Bunga kolonna, seysmopoyez qo'yganda nam jarchilikdan himoyalash kerak. Bunga ham o'zini yarasha
Rossiya bilan O'zbekistonni qurilishiga uyg'unlashtirgan holda bitta yechim berganman. O'zimiz stajdan kelib chiqqan holda. Что kolonna seysmopoyez qo'yganda bazaltga nam suv tegmagan holda quyiladi, o'zini issiqlik ushlash darajasi yo'qolmaydi. Bunga mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, mana shu tarafga 4 dona teshik qo'yib ketganmiz. Mana bu sho'plariga qo'ymaganmiz. Shu ko'pchilik mosik holada deydi. Shu narsa yig'ilganda mana shu joydan havo kirib, aylanib qurishini ham oldini olganmiz bunda. Endi penoplastga keladigan bo'lsak, bizni praktikadan o'tgan kondensat bo'lmaydi. Penoplastda ham ko'pchilik penoplex ishlatadi. Penoplastni yaxshi taraflari arzon, ozmi ko'pmi havo o'tkazish xususiyatiga ega penoplast. To'g'risini aytadigan bo'lsak. Kondensat bo'lish darajasi o'ta past, praktikadan o'tgan. O'zbekiston sharoitida bu kondensat inshaalloh bo'lmaydi. Xudo xolasa 2024-25-yilda qattiq sovuq bo'lsa, mana shu kottejlarimiz bilan joydan g'ishini o'yib ham prova qilamiz. Rossiyada misol uchun -40, -45 gradusgacha shu uylar bo'ladi. Sovuq bo'ladi, hech qanaqangi kondensat bo'lmagan. Faqat uyning ichini ventilyatsiyasini yaxshi qilish kerak. Bu bugungi mavzuyimiz shu. Misol uchun desak, yana aytgandek, bu uy obyektimizni ham 1 oyda qurishga maqsad qilgan edim. Lekin bandani aytgani bo'lmaydi ekan, Allohning aytgani bo'ladi. 9-mart kuni o'zi g'ish kelish kerak edi, 10-mart kunlariga. To'g'risini aytsam, yaqin do'stimdan pul berib olgan edim zavodga. Yo'lda texnikasi buzilib qolgan. O'zingizlar bilasizlar, shunaqa bo'lib 12 kunga g'ishimiz kechikib ketdi. Shunga men do'stimni ham to'g'ri tushunyapman. Meni ham to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Xudo xolasa yaxshi niyat qilib turibman. Ertaga kelib qolsa, 8 kun vaqt qolgan bo'lsa ham, xudo xolasa 8 kun ichida korobkasini tomigacha olib chiqish niyat bor. Hozir ro'za Ramazonda o'zimni brigadamni ham holi qo'yapman. Asrdan keyin dam выходной qilyapmiz. Juda ko'p bolalar ro'za tutgan. Lekin usta brigadamga ham kuch-quvvat tilab qolaman. O'zim ham ro'zaman. Lekin ular mana bugun ham 33 gradus issiq bo'ldi, issiqda ishlashdi. Hammaga sog'lik, salomatlik tilab qolaman ro'za Ramazonda. Xo'p, yana juda ko'pchiliklar kommentariy yozgan. Kommentariyaga отдельный mavzu qilishga harakat qilaman. Instagram silkasini ham qo'yib qo'yaman. U yoqqa o'tib ham podpiska bosib qo'yinglar, qurilish jarayonlarini chiqarib boraman. YouTube'ga to'g'ri tushunasizlar, bunday vaqtni ajrata olmayapman. Lekin ko'proq ma'lumot berishga harakat qilaman. Xudo xolasa mana shu uyimizni kimga yoqib qolsa, telefon nomerimni ham qo'yib qo'yaman, Telegram. Aloqaga chiqsanglar, xuddi mana shu proyektda bo'lsa, yana bitta ikkita xona o'zgarsa, qo'shilsa, qo'shilgan holatda qurib beramiz. Ikki etajli uylar ham chiqyapti, uni ham loyihasini ustida ishlayapmiz. Qurib beramiz inshaalloh. Shu energiya tejamkor. Men nimaga shu bitta ikkita proyektni mahkam ushlash niyatidaman? Brigadani boshqarish, tushuntirish oson. Meni maqsadim birinchi o'chirda kommunikatsiya, uyni issiqlik, tejamkorlik birinchi o'chirda qo'yaman. Keyingi o'rinda chiroy turadi. Shuning uchun ko'proq shunga fokus qaratganman, lekin tashqi dizayn ham menimcha yomon chiqmayapti. Kommentariyada yozib ketasizlar qanaqa chiqayotganligini. Propiska uslugini ham yo'lga qo'yapman. Juda ko'pchilik nima desangiz, uzoq joylarda borib tekshirib buni qila olmayman, lekin borib konsultatsiya berishim mumkin. Konsultatsiya xudo xolasa mana Qirg'izistondan chiqishda onlayn konsultatsiya berdim. Toshkentdan chiqyapti, ularga ham berdim. Qoraqalpog'istondan chiqdi. Yaxshi, o'ziga kerakli, qimmatli bo'lgan konsultatsiyalarni olishda hozir to'g'ri tushunasizlar, hammani hozir vaqti pul. Konsultatsiya ham pulli. To'g'ri tushunasizlar, bu filtr sifatida qo'yib qo'yganman. Juda ko'pchilik yozishyapti.
puli desam avtomatik o'zi yozmay bunday qilib aytgan, qo'pol qilib aytgan yo'q bo'lib ketishyapti. Menimcha bu yaxshi yechim deb bilyapman. O'ziga kerakli bo'lganlar chiqishyapti, o'ziga kerakli bo'lgan narsalarni olyapti. Nimaga desangiz, bu sistemada ko'p joyda iqtisod qilib qolsa bo'ladi. Misol uchun $1000 dan $3000 biron joydan ekonom qilib qolsa bo'ladi. Lekin arzimagan $100, $200 deb juda ko'pchiliklar qochishadi. Lekin qurilish jarayonida juda ko'p muammolar kelib chiqishi mumkin. Bu joyda o'rtasini olganman. To'g'ri, hozir ham premium klassga ishlash yaxshi, katta narxlar aytib, hozirgi meni qilayotgan narsam o'sha o'rta hol hammani qurib yetadigan loyiha bo'lyapti. Inshaalloh qurib beramiz. Energiya tejamkor. Xudo xolasa kommentariyada ham отдельный mavzu olishga harakat qilamiz. Yaqinroq kelgin-da. Operator bugun o'g'lim kanikulga chiqqan. Qo'ldan kelgancha. Aytgancha. Yana ko'pchilik aytayapti, sarlavhalarda yozuvda xato qilib ketganman. Nimasi aytib o'tib ketyapti. Ko'pchilik ko'ryapti, shu sarlavhalarni to'g'ri yozing deb aytib o'tib ketgan. Shunga o'zimga bitikda o'zimni o'ylagan gaplarim bor, shularga javob berib qo'ysam. Videoni tomosha qilayotganda insonda qanaqa ma'lumot berayotganiga qaranglar. Men agar sizlarga qimmatli ma'lumot bera olmayotgan bo'lsam, videoni ko'rishlaringiz hojati yo'q. Sizlar ketkazayotgan vaqtga men keyinchalik javob berishim bor. Shuning uchun ancha-muncha yozuv nimalarga ahamiyat bermaysizlar. Savodsiz deb bittasi ham yozishibdi. To'g'risini aytsam, men maktabda, kollejda ham yaxshi baholarga o'qiganman. Sharoit taqozosi bilan men Rossiyaga chiqib ketganman. Ish jarayonida montaj qilib YouTube'ga joylayman. Lotincha o'qiganman. Oxirgi 17 yilim kirilchada o'tgan. Shuni aralashtirib yozib boraman. Shu negativchilarga отдельный salom. Salomat bo'linglar. Misol uchun doktorlar ham xunuk yozadi-yu. Ularni ham savodsiz deyishimiz noto'g'ri. Nima desangiz, maktabgacha 9 yil o'qiydi. Maktabdan keyin kollej 3 yil, universitetda 4 yil. Maktabdan tashqari yana 9 yil o'qishar ekan, meni bitta do'stim o'qigan. Ularni ham savodsiz desak biz noto'g'ri bo'ladi. Meni ham 17 yil stajim bor qurilish sohasida. Akalarimni bundan ham ko'proq staji ko'p. Men praktikamman. Mana shularni passomnidan noldan chiqqanmiz. Xudoga shukr, hozirgi kunda. Kuzatishda davom etinglar, videomiz cho'zilib ketmasin. Xudo xolasa kommentariyani eng zo'r savollarni yozib olaman. Vaqt ajratib shu video rolik qilishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.